Assalomu alaykum. Akalar, sразу aytaman, bu videoda so'kinaman. Agar yoningizda yosh bolalar, yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ko'rmang bu videoni, o'zingiz yolg'iz ko'rganingiz yaxshi. Endi ayollar ham ko'rmang deb oldingi videolarimda ham aytdim, lekin baribir ko'rishar ekan. Yo'qda 30-40% meni tomosha qiladiganlar ayollar ekan. Endi o'zlaring bilasizlar. Mavzuyimiz sizga ikkilamchi ma'noga ega bo'lgan tuyulishi mumkin, shu sababli kelinglar kayfiyat zo'r bo'lsin deb anekdotdan boshlaymiz. Kunlarning birida ikkita tijoratchi ko'chada uchrashib qopti va bittasi ikkinchisiga aytayapti ekan: "Do'stim, bir qarz berib turgan pul kerak bo'lib qoldi" debdi. Shunda ikkinchisi aytibdi: "Ke bitta belimdan o'pib qo'y bo'lmasam" debdi. Qarz so'ragan: nimaga belingdan o'pishim kerak? Nimaga unaqa deyapsan?" desa, "San ham gapni aylantiryapsan-u" degan ekan. Endi men bu videodagi gapni aylantirmayman, lekin uzoqdan boshlayman. Mana qarang. Siz do'stingiz bilan bitta ishlab chiqarish qilmoqchisizlar. Biznes ochmoqchisizlar va atrofdagi, jamiyatdagi har xil bosimlar bor. Sizning erkinlik, g'ururingiz bor. Sizni katta deyishyapti va sizning kattalik mas'uliyatingiz bor. Sizning do'stingiz endi sizdan kichkinaroq, ko'rimsizroq bo'lishi mumkin. Shu sababli hamma mas'uliyat sizning bo'yningizda. Va bu biznesni ochish uchun sizlarga примерно $20,000 pul ketadi. Sizning do'stingiz cho'ntagida qancha puli bo'lsa, mana shu pulni ishlatadi, qolganini siz 100% ta'minlashingiz kerak. Ya'ni o'rtaga tashlanayotgan pul $20,000 bo'lishi kerak. U farqi yo'q. $100 pul tiqadimi, yoki $1000 pul tiqadimi, yoki $2000 pul tiqadimi, yoki $10,000 tiqadimi? Farqi yo'q. Endi odatda siz ko'nyapsizmi bu vaziyatga? Что siz mas'uliyatni o'zingiz bo'yningizga olyapsiz, ta'minotni. U sizga vaziyatni tushuntirib, "Menda $2000 xolos yoki $1000 xolos. Endi men kichkinaman, siz kattasizku, siz ko'proq pulingiz, siz baribir katta odamsiz, siz pul tiqishingiz kerak, baribir" deydi. Va siz o'zingiz mas'uliyatni his qilgan holda qolgan pulni siz tiqayapsiz. Taxmin qilaylik, u $1000 tiqdi, siz $19,000 pul tiqayapsiz. Va mana shunday bo'lib, sizlar kelishyapsizlar. Agar yana rasxod bo'ladigan bo'lsa, hali ham mas'uliyat sizning bo'yningizda. Chunki siz kattasiz, sizni pulingiz bor, siz aqlliroqsiz, siz kuchliroqsiz. Mana shunday bo'lib, siz agar biznesning ichida yana rasxod bo'ladigan bo'lsa, mana shu rasxodlarni siz qoplashingiz kerak, siz ta'minlashingiz kerak. Va mana shunday bo'lib biznes ochyapsizlar va shartnoma tuzyapsizlar. Mana domlalardan so'raydigan bo'lsangiz ham, domlalar sizga aytadi. Qur'onda ham yozilgan. Ikkita do'st birorta ish qilayotgan bo'lsa, qog'ozga yozib olishi kerak deb tavsiya qilingan joyi bor. Domlalardan обязательно so'ranglar. To'g'ri ekan deb qabul qilib olmanglar bu gapni. Shartnomaga ko'ra, agar birorta odam, siz yoki do'stingiz, endi men sen bilan ishlagim kelmayapti, sen bilan biznes qilgim kelmayapti deydigan bo'lsa, mana shu biznes teng 50 ga 52 ga bo'linib va ichidagi mahsulotlari ham, stanoklar ham, qanaqa ishlab chiqarishga ketayotgan kuch bo'ladigan bo'lsa, hammasi do'stingizga o'tadi. Siz mana shu mahsulotlarni ham, stanoklarni ham obslujivanyasiga siz mas'uliyatli bo'lishingiz kerak. Siz, ya'ni ham qanaqa rasxod bo'ladigan bo'lsa, buziladigan bo'lsa va mana shu obslujivanyasi sizning bo'yningizda va o'zgacha holatlarda siz mana shu stanoklar ishlashi uchun va mana shu stanoklar yana mahsulotlar chiqarishi uchun siz do'stingizga bitta alohida pomeshcheniya qilib berishingiz kerak. Farqi yo'q, arendaga olib berasizmi yoki katta joyni xarid qilib, o'ziga podarka qilib berasizmi va shunday qilib. Sizda mana shu shartnomada yozilgan shuni holat. Va siz hali ham mana shu obslujivanyani siz qilishingiz kerak, sizning bo'yningizda. Siz pul ishlatishingiz kerak obslujivanyasiga. Endi mana shu joyda menga mana o'zingizning fikringizni kommentariyda yozing. Kim ulug' shu vaziyatda? Endi keling mana shu vaziyatni oilada ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Mana siz endi ota-onangiz uchrashtiradimi, bitta qiz topib, endi siz mana shu qizga uylanyapsiz. Uylanishingiz kerak. Va обязательно ZAGSga borasizlar. ZAGSga bormasalaring bo'lmaydi. ZAGSga bormasalaring domla ham nikoh o'qishi noqonuniy hisoblanadi.
Keyin sizlar ZAGSga borib, ZAGSga qo'l qo'yasizlar va sizlarda vaziyat mana shunday, mana shu boshidagi aytgan biznes plandaqa vaziyat bo'ladi. Ya'ni farzandlar tug'iladi yoki tug'ilmaydi farqi yo'q. U ajrashadigan bo'lsa, mana shu biznesda topgan pullaringni yarimi. Endi odatda kim pul topishi kerak bizda? Ko'p o'ylanishni keragi yo'q bo'lsa kerak bu savolga javob berish uchun. Erkak pul topishi kerak, oilani ta'minotchisi, mas'uliyat erkakda. Baribir ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, erkaklar mas'uliyatni yo'qotib qo'yapti, mas'uliyatni his qilmayapti, shuning uchun oilalar buzilib ketyapti degan gapdi. Endi mas'uliyat erkakda va xotin xohlagan paytida, xohlagan sababini topib, kam pul topyapti deydimi yoki qattiqroq baqirib yubordi menga deydimi yoki xullas topib beradi vaziyatini. Gap borku, если человек есть, статья найдется deydi-yu. Xullas mana shunday bo'lib ajrim bo'ladi-da va farzandlaring 99% ehtimoli bilan onaga ketadi va siz 18 yil aliment to'lashingiz kerak. 18 yil emas, 18 yoshigacha farzandlarni 18 yoshigacha siz aliment to'lashingiz kerak. Agar o'zgacha holatlar bo'ladigan bo'lsa, endi yangicha qonunlarimizni biz tasdiqladik. Esalomon, Xudoga shukr. Uy ham berishingiz kerak. Uy bilan ta'minlab berishingiz kerak. Endi mana nima deb o'ylaysiz? Mana shunaqa shartnomaga qo'l qo'ygan erkak ayol uchun aqlli erkak hisoblanarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Mani fikrim bo'yicha bu shartnomaga qo'l qo'ygan erkak o'zidan avtomatik tarzda lashara, lo'q, tupitsa bo'ladi. Bu men uchun emas. Mana shu ayol uchun lo'q bo'ladi, chimo bo'ladi. Chunki ajrashadigan paytda, agar ajrashish niyati bo'lib qolsa ayolda yoki erkakda, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, sud bo'ladi. Sudda statistikaga e'tibor berib ko'radigan bo'lsak, vaziyatda xotin erini ko'tiga sikib qo'yapti, do'nqaytirib. Pul bilan, birinchi navbatda pul bilan. Endi mana shu holatda nima deb o'ylaysiz? Kim aqlliroq kim ulug' tupitsa? Mana siz o'zingiz o'ylab ko'ring. Endi bizning jamiyatimizda hozirgi kunda qanaqa targ'ibot, qanaqa illyuziya yuribdi? Go'yoki erkak oila boshi. Ko'p pul topgan erkak oila boshi, xotini eridan ko'p pul topadigan bo'lsa, eri pul topmasdan xotini ko'pgina pul topadigan bo'lsa, xotinda quli bo'ladi. Hali domlalarda gapi esizdami? Ikkita domla aqlli chiqib o'tirishib olib gapirishadi shu gapni. Endi men sizga bitta narsani aytib qo'yay. Agar ajrimda xotin erini ko'tiga sikib qo'yaptimi? Erkak oila boshi hisoblanmaydi. Vaziyat shunaqa ayanchliki, что erkaklar, otalar, ota bo'lmoqchi bo'lgan odamlar har xil joylarda yashirinib, bekinib yuribdi. Ajrashib, xotini bilan ajrashib ketadi. Endi xotin har xil vaziyat qilib, baribir erkakda qarshi ikki qo'ldan chiqadi deb ajrimni yaratib turib, ajrimga vaziyatda ajrashadi va erkak devorlarda orqasida, quduqlarda ichida bekinib, yashirinib yuribdi. Bu hech narsa yo'qotmaydi. Farzandi ham o'ziga qoladi. U bivshiy eri, sobiq eri ta'minlashi kerak bolani. Bu boshqasi bilan ham farzand ko'rish imkoniyati bor. Lekin endi mana aliment to'lash kerak bo'lgan erkak, keyin yana hozirgi yangi qonunlarga ko'ra o'zgacha bir holatlarda uyni ham ta'minlashi kerak bo'lgan erkak nima deb o'ylaysiz? Yangi oila qurish imkoniyati bo'larmikin? Yangi boshqa ayollar ko'narmikin? Puli yo'q, bitta alimentchikka erga tegishga, mana shu bilan oila qilishga rozi bo'larmikin? Tasavvur qiling, примерно 10 million oylik olsa, erkak kishi. Bitta farzand bilan ajrashgan bo'lsa, 2,5 millionini berish kerak aliment qilib. Va
O'zgacha holatlarda kvartira ham qilib berish kerak. Endi Toshkentda agar bo'ladigan bo'lsa, 4 million, 5 million bo'lsa kerak, bitta kvartirani arendaga olib berish. Vodiyda endi примерно 3 million bo'lsa kerak. 3 million, 2,5 million, 3,5 milliondir. Endi Vodiyda oyliklar ham arzon bo'lsa kerak yoki boshqa viloyatlarda ham oyliklar 10 million, 15 million bo'lmasa kerak. O'rtacha oylikda agar hisoblaydigan bo'lsak. Vot o'ziga tam 2,5 millionni aliment, 5 million to'laydigan, o'ziga 2,5 million pul qolar ekan erkakda. Vot nima deb o'ylaysiz? Oila qurishga imkoniyati bo'larmikin bu erkakda? Endi bu narsani kim ham o'ylardi? Endi nima qilishi mumkin-da bu vaziyatda erkak kishi? Ikkita yo'l bor. Ikkita yo'li bor. Buni bittasi mana erkaklar ovozini chiqarib, qonun doirasida konstitutsiyani buzmagan holda ovozini chiqarib gapirish kerak. Mana shu vaziyatda omma, atrofdagi odamlar, qonunni chiqarayotgan odamlarga yetib borish kerak mana shu gaplar. Mana shu videoni yoki shunga o'xshagan birorta video agar bo'lsa, bizda ham o'zbek kontentda bo'lsa, atrofdagi erkaklarga, uylanish arafasida yurgan yoki uylangan yoki ajrashgan yoki ajrashish arafasida yurgan erkaklarga jo'natib tarqatish kerak. Prosta borish kerak odamlar mana jamiyatimizda mana shunaqa fikrlar borligini ham odamlar bilishi kerak. Albatta, agar siz rozi bo'lsangiz, bu fikr sizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, yoki ikkinchi yo'li bor erkaklarda. Ya'ni iloji boricha uylanish arafasida bo'lsangiz, iloji boricha millionerni qizini topib, millionerni qiziga uylanishingiz kerak. Хотя бы как minimum bitta alohida uy olib berishi kerak qiziga, qizini nomiga. Agar nikohdan keyin bo'ladigan bo'lsa, bu zo'r. Nikohdan oldin olib beradigan bo'lsa ham yaxshi, yomon emas. Ya'ni agar ajrashadigan bo'lsalaring, siz olib bermaysiz bu kvartirani sobiq xotiningizga. Endi o'zgacha bir holatlarda siz majburiyat bo'lmaydi sizda yangi kvartira olib berish. Shu bilan birga iloji boricha puli yo'q bamjiqalarga uylanishda keragi yo'q. Sizga erga tegmoqchi bo'lyaptimi qiz? So'rang. Kvartirasi bormi o'zini? Kvartiraga pul ishlab topaldimi, yo'qmi? Topolmagan bo'lsa ayting, boring ota-onangizga ayting, bitta kvartira olib bersin sizga. Pulni to'plab bitta kvartira qilib qo'yinglar, keyin oila qilamiz deng. Ayting. Siz yashamaysizlar bu kvartiraning ichida. Bu kvartira prosta turadi. Arendaga berib qo'yasizlar, arendasidan pul kelib turaveradi. Va shu bilan birga ikkalalaring birga oila qilib yashaydigan bo'lsalaring, u sizdan ko'proq pul topishi kerak, как minimum 2 barobar ko'proq pul topishi kerak. Agar siz $500 topsangiz, u $1000 pul topishi kerak. Agar siz $2000, $1000 topadigan bo'lsa, 2 ga ko'paytirib ana shu pulni topishi kerak. Mana shunaqa talab qo'yishni bilish kerak hozir erkak kishi. Mana shunaqa erkak trendni, jamiyatdagi trendni ayollar emas, erkaklar tarqatish kerak, erkak qo'yish kerak talabni. Chunki oilani ta'minotchisi erkak kishi. Ota oilani ta'minotchisi, oilani boquvchisi erkak kishi. Oilani mana shunday qilib qo'lida ko'tarib turgan erkak, ayol emas. Endi bizda bor-ku, kambag'al bo'lsa ham uylanirish kerak, qiz yaxshi qiz bo'lishi mumkin, qiz tam ko'ngli pok bo'lishi mumkin, iffatli bo'lishi mumkin, ilmli bo'lishi mumkin, hijobda bo'lishi mumkin. Hozirgi kunimizda farqi yo'q. Qanaqa qiz bo'lishidan qat'iy nazar, puli ko'p bo'lishi kerak. Puli soqqasi ko'pgina bo'lishi kerak. Mana shunda siz uylanyatib, xotiningiz uchun Alloh bo'lib qolmaysiz. Da oldin ko'nikib yashasa bo'lar edi. Chunki ajrashgan ayollar oldin yomon ayol hisoblangan edi. Hozirgi kunimizda jabrlangan ayol hisoblanyapti. E'tibor bering atrofga nimalar bo'layotganini. Bemalol gapirilyapti. Men ajrashganman. Men
Tam bitta bola bilan o'zim qolganman. Otasi yomon, otasi ichadi, chekadi, uradi, xiyonat qiladi. Mana shunaqa gaplar. Bir xil, mana shu 10 ta barmog'ingizga sig'adi. Hamma sabablar, даже yetmaydi ham. Sabablar 10 ta barmog'ingizga. Lekin birorta joyda ham ko'rmaysiz. Poraxo'r bo'lgani uchun, erim poraxo'r bo'lgani uchun ajrashdim degan gapni eshitmaysiz. Ko'ngli pokda bizda, ayollarda ko'ngli pok. Mana shuning uchun pora olgan erkaklar bilan ajrashishmaydi. Endi mana shunday bo'lib, mana erkakning manfaati mana shunday. Agar siz o'zingizni manfaatingizni ko'zlashni bilmaydigan bo'lsangiz oilada, siz xotinni qulli bo'lib qolasiz. Biling, bundan keyin oilada ko'p pul topgan odam oila boshi hisoblanmaydi. Bu tabiatning qonuni, psixologiya deyishingiz mumkin. Nima deyishingizdan qat'iy nazar, qaysi tomondan qaraydigan bo'lsangiz bu vaziyatga, oilada ko'p pul topgan oila boshi hisoblanmaydi. Oilada pulni qayerga sarflanishini hal qilgan odam oila boshi hisoblanadi. Tam yangi abaya dubayalargami yoki uydagi mashinagami yoki uyda birorta joyini to'g'irlaganimi yoki biznesgami, mana shu narsani hal qilgan odam har xil manipulyatsiyalarga podavatsiya qilmasdan o'zi qaror qilishni bilgan odam, pul diqqatga sarflanishini hal qiladigan odam oila boshi hisoblanadi. Endi to'g'ri, bu narsalarda siz oilangizga tushuntirishingiz qiyin bo'ladi. Tushunmaydi ota-onangiz. Endi bizdagi jamiyatimizdagi normalar bor. Endi mana shu men so'kinib gapirgan gaplarni siz ota-onangizga sekin aytib ko'ring. Hozir mana shunaqa bo'lyapti. Qonun bo'lyapti. Qonunga ko'ra ajrashadigan bo'lsa, men kvartira qilib berishim mumkin bo'lgan holatlar ham bo'lar ekan. Men 18 yosh farzandlar 18 ga kirgunigacha aliment to'lashim kerak ekan. Agar u men bilan ajrashadigan bo'lsa, men yana oila qilishim imkoniyati bo'ladimi, yo'qmi? Mana shu narsalarni gaplashib aytib ko'ring. Mana shunda sizni onangiz, otangiz ham ko'nadi bu narsaga. Iloji boricha puli ko'pgina va o'zini kvartirasi bo'lgan qizlarni topish kerak. Mana shuni to'g'ri deb biladi. Bundan keyin har xil illyuziyalarga podavatsiya qilmasdan, tam sevgi, muhabbat deb illyuziyada yashamasdan oilangizga, ota-onangizga, yaqinlaringizga statistikalarni ko'rsating. Bizda ajrim ko'payapti xolos. Bunaqa qonunlar bilan ajrimlar ko'payadi xolos. Endi misol sifatida har xil davlatlarda ko'rsatishim mumkin. Misol uchun mana Rossiyani ko'rishingiz mumkin. Rossiyada ham xuddi shunaqa qonunlar. Endi siz aytishingiz mumkin, to'g'ri, din bor, madaniyat bor, mentalitet bor. Mentalitet birinchi navbatda bu o'zgaruvchan narsa. Mentalitet o'zgaradi. Qonunlarga qarab va jamiyatdagi normalar o'zgaradi va mana shunga qarab mentalitet ham o'zgaradi. Madaniyat ham kerak bo'lsa o'zgaradi. Qonunlarga qarab o'zgaradi. Boshqachasiga ilojisi yo'q. Endi din borasida gaplarni domlalardan so'rang. Domlalar sizga ko'proq va aniqroq javob beradi. Va mana shunday qilib yaqinlar bilan gaplashib tushuntirsangiz bo'ladi. Bundan keyin jamiyatdagi bosim bor. Go'yoki uylanmagan odam, uylanmagan erkak, tam egoist, tam netto, tam aqli yo'q, uylanishi kerak, uylanmasa noto'g'ri bo'ladi, lekin mana shu qonunlarga qo'l qo'yib o'zi uylanib olgan odam o'zi lo'qligini tan ola olmaydi. O'zi uylanib va sizga uylanmagansan, uylanishing kerak deb gapirayotgan erkaklarni bitta ko'ringda, ajrimda nima bo'lishini bitta o'ylab ko'ring. Mana shu dars aytishingiz ham shart emas. Prosta ajrimda nima bo'lishini o'ylab ko'rganmikin? Nima deb o'ylaysiz? Mana shuni bir fikrlab ko'ring, siz o'zingiz tushunib olasiz. Ahmoq bilan sporit qilishda keragi yo'q. Ahmoq bilan bahslashadigan bo'lsangiz, siz ham ikkinchi ahmoq bo'lasiz, xolos. Agar sizning manfaatingiz jamiyatdagi bosimga qarab paymon bo'ladigan bo'lsa, bir o'ylab ko'ring. Kimga qanaqa foyda bu vaziyatda? Agar to'g'ri siz aytishingiz mumkin, men erkaklik g'ururim yo'l qo'ymaydi.
man baribir erkakman deydigan bo'lishingiz mumkin. Da. Hech kim shubha qilgani yo'q bu vaziyatda, lekin erkak birinchi navbatda o'zini manfaatini ko'rishda bilishi kerak. Yana shu narsa esingizda bo'lsin. O'ylab ko'ring. Men bu videoda to'g'ri hech kimga hech qanaqa maslahat bermayman, men to'ka fikrlar bilan bo'lishaman. Shu sababli yashaydigan siz, hayot sizniki. Ikkita variant bor, tushuntirdim, aytdim. Itak xulosa, podытожим. Mana ikkita yo'l bor. Bittasi ovoz chiqarib, konstitutsiyani buzmagan holda mana shu videoni tarqatish yoki o'zingiz gapirishingiz yoki iloji boricha moddiy tomondan sizdan ustunroq bo'lgan qizga uylanish. Ya'ni mana tasavvur qilingda, prosta o'ylab ko'ringda. Mana siz $1000 topasiz, xotiningiz $10,000 topadi bir oyda. Va ajrashadigan bo'lsalaring, oiladagi mana shu topilgan pul ikkiga bo'linadi. Va tasavvur qiling, kim mazza qilib ajrashadi? O'ylab ko'ringchi shu narsani. Shunaqa gaplar akalar. O'zlaringni ehtiyot qilinglar, ko'rishguncha.